Assalomu alaykum, men Orziyev Ismoil. Bugun sizlar bilan oddiy kasr va o'nli kasrlar birgalikda bajariladigan amallar mavzusida misollar ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, DTMdas va sizga aynan mana shu ko'rinishdagi misol tushdi. Ya'ni oddiy kasr va o'nli kasrlar birgalikda bajariladigan amallar bilan birga keldi. Nima qilasiz? Demak, sizlar bilan biz bugun o'nli kasr va oddiy kasrlar birga bajariladigan amallarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni unda oldin biz o'nli kasrlarni qanday qilib oddiy kasrga aylantirishni ko'rib olamiz. Masalan, berilgan bo'lsa 0,1. Buni biz oddiy kasr ko'rinishida yozishimiz kerak. Nima qilamiz? 1 taqsim 10. Ya'ni 1 dan 10 ga bo'lsak 0,1 ko'rinishda son hosil bo'ladi. 2,43. 243 taqsim 100 ko'rinishda yozib olsak bo'ladi buni. Demak, buni o'nli kasrlarni oddiy kasrga aylantirishni ko'rdik. Ana endi yuqoridagi misolni ishlaymiz. Demak, birinchi navbatda qavs uchun ishlaymiz. Bu oddiy kasr misoli 6 ayrilgan 3 qo'shilgan 7 taqsim 12 ayrilgan 17 taqsim 36. 6 dan 3 ta ayirsak 3 bo'ladi. Qo'shilgan 12 bilan 36 ga mahrajimiz 36 ning o'zi bo'ladi. Demak, bunga 3 ta beramiz, bunga bitta beramiz. 3 kere 7 21 ayrilgan 17 bo'ladi. 3 qo'shilgan 21 dan 17 ni ayirsak 4 taqsim 36 ko'rinishdagi son hosil bo'ladi. Ya'ni buni qisqartirib olsak 3 qo'shilgan 4 bilan 36 ni qisqartsak bitta 9 ta bo'ladi. Plus 1 taqsim 9. Yoki buni ko'paytirib qo'shsak, ya'ni to'g'ri kasr ko'rinishiga olsak 27 28 taqsim 9 ko'rinishdagi son hosil bo'ladi va qavsdan tashqariga ko'paygan 2,5 turibdi. Ya'ni bu bizning birinchi ishimiz bo'ladi, bu ikkinchi ishimiz, mana bu uchinchi ishimiz, mana bu to'rtinchi ishimiz bo'ladi. Demak, biz hozir birinchi ishni bajardik. Endi ikkinchi ishga o'tamiz. Ikkinchi ishimiz 28 taqsim 9 ni ko'paytirishimiz kerak 2,5 ga. Demak, 28 taqsim 9 ko'paygan 5 taqsim 2 yoki 25 taqsim 10 deb yozib olaman men buni. O'nli kasrni oddiy kasr ko'rinishida. Demak, 28 taqsim 9 buni 5 ga qisqartirib yuborsam, ko'paygan 5 taqsim 2 ko'rinishga keladi. 28 bilan 2 ni qisqartirsak bitta 14 ta bo'ladi. 14 ni 5 ga ko'paytirsak 70 taqsim 9 degan javobni olamiz. Ya'ni bu misolning bir qismi. Endi ikkinchi qismi, uchinchi ishimizga o'tamiz. Uchinchi ishimiz aralash kasr berilgan, buni noto'g'ri kasrga aylantirib olishimiz kerak. 3 kere 4 12 13 taqsim 3 bo'lingan 65 taqsim 100 bo'ladi. Demak, 13 taqsim 3 ko'paygan 100 taqsim 65 ko'rinishda yozib olamiz va 13 bilan 65 qisqartiramiz 13 ga. Bitta 5 ta bo'ladi. 5 bilan 100 ni qisqartirsak bitta 20 ta bo'ladi. Javobimiz 20 taqsim 3 chiqadi. Ya'ni oxirgi ishimiz qoldi, to'rtinchi ishimiz. Demak, 70 taqsim 9 dan ayiraman 20 taqsim 3 ni. Demak, umumiy mahraj olsak 9 bo'ladi umumiy mahrajimiz. Bunga 1 beramiz, bunga 3 beramiz. Demak, 70 ayrilgan 3 kere 20 60 bo'ladi. Demak, javobimiz 10 taqsim 9 ko'rinishda bo'ladi. 10 taqsim 9 yoki 1,1 taqsim 9 deb yozsak ham bo'ladi. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi darsimiz qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib keting.